Assalomu alaykum rahmatulloh. Kun qoq issig'ida birga Jabal al-Nur Nur tog'i Hiro g'origa birinchi vahiy nozil bo'lgan payg'ambar alayhisalomni g'orlariga boryapmiz. Uyimizdan peshkom 40 minutlik yo'l ekan, lekin havo harorati 32 darajani tashkil qilyapti. Shunaqa issiq, lekin shamoli bilan bilintirmayapti. Jabal al-Nur Nur tog'iga ketyapmiz. Saudiya ko'chalari. Hech kim yo'q. Masjidga kiramiz. Yaqinlashyapmiz, Xudoga shukr. Jabal al-Nur tog'i Hiro g'ori. Xudo xohlasa. Nima deydi? Bizlar to bora kelganimizcha bizlar ustimizdan bulut keldi deyapti. Soya qilib. O yoqda payg'ambar alayhisalom o'sha nima deydi, Hadicha onamizni ana yuklarini Hijozgami, qayergadirmi? Shomgami olib borib keladi. Juda savdo kabi. Juda ko'pini bo'ladi. Ko'plardan Voy Hiro tog'igacha. biz bulacağız. Nur tog'i Hiro g'orining oldida biz. Jibril alayhisalom payg'ambar alayhisalomga birinchi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Makka mukarramada islomdagi eng muhim yerlardan biri Nur tog'i ustida biz. Alhamdulillah islom tarixida shu yerga tasavvur qiling, Jibril alayhisalom tushib Allohning rasuliga Iqro o'qigin, Robbining nomi bilan o'qigin deb Qur'oni Karimni birinchi surasini nozil qilgan. Allohga hamdlar bo'lsin. Shu yerlarda ibodat, namozlar o'qishlikni yetkazganiga hamdlar bo'lsin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orada ichidamiz. Ya bismillahirrohmanirrohim. Allohga shukr. Maşallah. Hocam lan şükürlemez. Boşken yakalamış kılalmaydı. Alhamdulillah. Hozir chiqdik a? Xudoga shukr. Allohim Aliga achchiq padarka qildi. Subhanalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah. Nur tog'idan